Holdingning qarori futbol muxlislari orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov jahon chempionatidagi tarixiy gollari uchun Xpeng avtomobillari bilan taqdirlandi. Ammo ko'pchilik bir savolni o'rtaga tashlamoqda. Nega mukofot faqat gol mualliflariga berildi? Axir terma jamoaning har bir futbolchisi jahon chempionatiga chiqish uchun bor kuchini sarfladi va O'zbekiston sharafini munosib himoya qildi. Qolgan futbolchilarchi? Ba'zi muxlislarning fikricha, bunday qaror boshqa futbolchilarning ko'ngliga tegishi mumkin. Chunki jamoa muvaffaqiyatiga har bir o'yinchi o'z hissasini qo'shgan. Boshqalar esa buning aksini ta'kidlamoqda. Ularning aytishicha, bu BA Holdingning shaxsiy tashabbusi va kompaniya kimni